Şivuldagi Razixon 2001-yili 3-oyning 12-kuni tushdan burun Taklamakan qumliqining janubiy g'arbidagi Keriya bo'stonligiga qarashliq bir nomrod yezi. Tutuq osmondan to'xtamay to'pi yig'ib turadi. Yoz bilan qish oraliqida bo'ladigan muzdek sovuq badanni helidan heliga jug'-jug' qiladi. Chang bosgan yo'pirmoqsiz dal-daraxtlar shumshiyib turadi. Shox-shumbular bilan qo'shamdab selingan oddiy uylar bakmi g'aribona ko'rinadi. Osmonmu, zaminmu ko'ngilni g'ash qiladigan manzaralar bilan to'lgan edi. Yeziga qarashli qo'riq temimi yo'q, hamma yeridan to'pi o'rlab turadigan bir maktabning hovlisida muzdek sovuqda kiyimlari yelin bir ma'sum qiz muxbirlar oldida nimjon boshkidek dirildab titrab turadi. Bu ma'sum qizning ismi Razixon edi. Uning hikoyasini anglagan har qanday kishining yurak bag'ri shomdek erimay qolmaydi. Uning hikoyasi to'limi qisqa, ammo bakmi echinishliq edi. Kishining ishongusi kammigudek darajada g'alati bo'lib, aqlga faqat sig'maydi. Oradan 10 yil o'tgan bo'lsa-mu, ashu bechora qizning echinishliq hikoyasi ham uning muxbirlar oldida dirildab titrab turgan holati tungunkidekli esimda. Men uni pat-pat eslayman. Urumchidagi va boshqa joylardagi maktablarda o'quvchilarga kishilik hayot qarashini shakllantirish, to'g'ri qimmat qarashini turg'izish teminlarida taklif bilan nutq so'zlaganda misol keltiraman. Razixonning hikoyasi men 21-asrga qadam qo'ygandan keyin anglagan eng cho'ng ijtimoiy xabar edi. Men Razixonni ko'rganda 21-asrga qadam qo'yganimizga 71 kun bo'lgan edi. Kelajakka har doim ishonch bilan qaraydigan ruhiy holatim 21-asrga qadam qo'yish harpisida texmi umidga to'lgan edi. Manga nisbatan 21-asrning yetib kelishi bilan tang quchoq etishi mumkin bo'lgan bir porloq manzaradan derak bo'lmasimi, vujudimda ko'rilgan bu psixikalik holat kalendardagi cho'ng sakrash bilan munosabatlik tabiiy hayajon edi. Men 21-asrga qadam qo'yishni kalendarchilik jihatdagi ahamiyatidan tashqari tushunishga amalsiz edim. 21-asrga qadam qo'yish haqiqatanmi odatdagi bir asr olmish emas, balki 1000 yilda bir o'zgaradigan era olmish edi. Bir eradan yana bir eraga qadam qo'yish insoniyat tarixidagi cho'ng ish hisoblanadi. Ana shundoq cho'ng eraga atlagandan keyin qalamimni larzaga solgan cho'ng xabar ashu ma'sum qiz Razixonning hikoyasi bo'lgan edi. Bu yil, ya'ni 2010-yilining boshlari bir kuni kashda uyimda o'ltirib, tizginak bilan televiziya kanallarini tanlab ko'rib To'satdan Xinjiang televiziya stansiyasining 2-yurish kanalida Diktor Maynur Ahmadning naq maydon xabari ko'rsatilib qoldi. Diktor Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik xalq qurultiyi yig'ini bilan siyosiy kengash yig'iniga munosabatli xabarlarni naq maydondan anglatib Diktor Maynur Ahmad oralıqda bu qitimqi 2 yig'inda majburiy ma'arif bosqichidagi o'quvchilarga darsliklarni haqsiz tarqitish to'g'risidagi qarorning o'ttirg'i qo'yilganligini uqtirdi. Shu an ko'ngil albomimda Razixonning so'g'oqda yelin kiyimlari bilan muxbirlar oldida dirildab turgan holati aks etdi. Agar davlatning iqtisodiy kuchi baldurroq oshgan bo'lsa, bu qaror necha 10 yillar ilgari o'ttirg'i qo'yilgan bo'ladi-da, baxtsiz qizchaq Razixonning echinishli hikoyasi yuz bermagan bo'ladi. Davlatning iqtisodiy kuchi oshmagan ahvolda bunda qarorni chiqarishga haqiqatan imkoniyat yor bermaydi. Bu tarafini tushunishga bo'ladi. Yuz berganiga 10 yillar bo'lgan bu hikoyani biz 2001-yili 3-oyda Keriya nohiyasida anglagan edik.
Biz deginim Şinjan Ma'arif Nashriyatı, Şinjan Televiziya Stansiyasi ve Şinjan Uyghur Avtonom Rayonluq Xinhua Kitapxonasidan tashkillangan darslik kitaplarning o'quvchi beshiga amaliylash ahvolini tekshirish gruppasidagi 10 kishi edi. Bu gruppani Şinjan Ma'arif Nashriyatining boshlig'i Abdurazzoq Soyim tashkillagan bo'lib, gruppaning maqsadi Xotan, Qashqa, Qizilsuvdan iborat ikki viloyat bir oblastdagi majburiy ma'arif bosqichidagi o'quvchilarning darslik kitoblarni setib olish qiyin bo'lish ahvolini tekshirib, hujjatli film ishlab markazga yo'llash, shu orqali markazning siyosat va tadbir belgilashini asos bilan ta'minlab, darsliklarni haqsiz tarqitish qarorining chiqarilishiga turtki bo'lish edi. Bu tirishchanligimiz natijalik bo'lib qolsa, nurg'un nomrod ota-onalarning iqtisodiy yuki yengilligan bo'ladi. Abdurazzoq Soyim fuqarolarga foydali ishlarni qilishning qoidali yuradigan yaxshi xizmat istiliga ega bo'lg'achqa, munosabatli o'rinlar bilan aloqalashib bu guruhni tashkillagan edi. Bu gruppada Abdurazzoq Soyim bilan mendan boshqa ma'arif nazoratidan Ilhom, Şinjan Televiziya Stansiyasidan Gulshan Abdurahim, Munira G'ofur, Mamtili Abliz, Anvar Ro'zi, Avtonom Rayonluq Xinhua Kitapxonasidan Roshan Ibrohim bor edi. Men hujjatli filmning so'z tekstini yozishga mas'ul edim. Biz Urumchidan yo'lga chiqib, Ko'rlidan o'tib, Qumluq tosh yo'li bilan Xotan viloyati tavasiga qadam qo'ydik. Xotan tavasida kunda degudek to'pi yig'ayotgan havo sovuq kunlar edi. Biz Niyi nahiyasidagi 2 kunlik tekshirishni oxirlashtirib Kiriyaga yetib borgan kuni kechlik tomoq vaqtida Kiriyaning hokimi Massayda Xudovadi bizga Kiriyaning Shivul degan yezasida yuz bergan darslik kitob bilan munosabatli bir fojialik hikoyani so'zlab berdi. Massayda Xudovadi hokimning deyishicha, Shivul yezisidagi bir boshlang'ich maktabda o'qiydigan bir jup ak singil bo'lib, aksi 13 yoshda, singlisi 11 yoshda ekan. Ularning qo'li qisqa ota-onasi terib to'shab yiqqan pulini ikki bolasining darslik kitob puliga to'lagan bo'lsa-mu, yanala ak singil ikkisiga 20 yuandan jami 40 yuan kamlab qopti. Darslik kitobning pulini Xinhua kitobxonasiga topshiradigan qaral to'shib ketgachga, maktab bu 2 yildan qolgan 40 yuan pulni tezroq to'lab etishni so'ylabdi. Ak singil 2 yildan ahvolni ota-onasiga aytgandan keyin dadasi noiloj 3 o'riq makinini setib 20 yuan rastlab, 2 bolasiga 10 yuandan tutqizib, moshini bo'lsa-mu to'lab turinglar debdi. Oilasining iqtisodiy jihatdagi bequvulligini tushunadigan bolalarning ortiq gap qilishga tili bormabdi. Nomus tuyg'usi kuchlik 13 yoshlik o'g'il boshqalarning oldida yana xijolatchilik tortishni xohlamay, o'zining qo'lidagi 10 yuanni singlisiga o'tinib berib, "Sen qarzingni to'lab etgin, men bir amal qilaman" deb singlisini maktabga yo'lga sep qo'yib, o'zi mahallaning sirtiga ketibdi. Kechda ota-onasi uning jasadini do'ng'oq jigdiga esilib olgan yeridan tepibdi.
tamoq ustulida o'ltirib anglagan bu ichinishli xabardan hammamizning ichi o'rtinib ketdi. 20 yuan pulning kam bo'lib qolganligi sababidan 13 yoshlik bir nota hayotidan ayrilgan edi. Japokesh dehqonning umidini yelkisiga yuklagan bir sog'lom sahro bolasi qora tuproq ostiga kirib ketgan edi. Har xil o'yinlarni o'ynab maydonlarda yugurib yurishga, velosipedini minib yezi yo'llarda quyundek chepib o'ynashga, maktab formasini kiyib saboqdoshlari bilan biz baxtlik avlod degan naqshini jarangliq aytishga, ota-onasining bo'yniga esilib shodlik ilkida ularning mangziga so'yishga haqliq bir o'smir, bo'yniga og'amchi silib to'pi yig'ib turgan bu dunyo bilan vaqtsiz qo'shlashgan edi. Men safarga chiqishning oldida boshlang'ich maktabda o'qiyotgan o'g'limga maktabning bir tashtakdan gul ep kelish topshiriqini o'rinlash uchun Urumchi hayvonot bog'chisining yenidagi gul bozoridan 20 yuanga bir tashtak gul ep bergan edim. Xiyolimda odatdagi bir tashtak gul bilan 10 gulining biri echilmagan bir sabiy bola bir-biriga ro'baro turadi. Tekshirish gruppasidagilar 3-oyning 12-kuni atiganda Shivul yezisiga qarab yo'l oldi. Ularning maqsadi ashu bechora o'g'il o'qigan maktabni ko'rish, ahvolini aniq uqish, o'lib o'g'ilning singlisini yo'qlash edi. Gruppadagi barliq a'zolar bu ichinishlik voqeaning rostligiga o'zlarini ishondirolmayotdi. Ular helidan heliga boshlarini chayqaydi. Mashinalar Kiriyan nahiya bozoridan yo'lga chiqib 1,5 soatcha yo'l mangandan keyin Shivul yezasiga yetib keldi. Maktab oldiga kelganda qarasak cho'ng yig'in ichilayotgan ekan. Bir necha ig'izliq oddiy sinf binosining oldidagi to'piq maydonda ota-onalar, o'quvchilar to'pidila o'ltirib maktab mudirining qonunsiz diniy faoliyatchilarning maktabga singib kirishiga qarshi turish to'g'risidagi so'zini anglayotgan ekan. Maktab mudirining ovozi sinf binosining o'g'zisiga qo'yib qo'yilgan kanaydan yangrab turadi. Havo chang ham sovuq edi. Biz bag'andan keyin maktab mudiri so'zdan to'xtab hammamiz bilan ko'rishdi. Shu arada diktor Munira G'opur heliq qizni tepib yonga tortib paranglashib etibdi. Anvar Ro'zi telekameraga elib etibdi. So'g'uq havoda yelin kiyinib olgan qizchaq nimjon boshkidek dirildab titrab oldiga egilgunicha o'ziga cho'nqur mehr va cheksiz esdashlik nazari bilan tikilib turgan riyosatchi Munira G'opurning savollariga qo'rinib turib past ovozda javob berib etibdi. Munira G'opurning ko'z yoshlari taramlab eqib o'zini tutolmay qoldi. Bu aqlga sig'maydigan fojialik hikoyaning hayot personaji bo'lgan qizchaq to'la yig'lab yoshlari qurib ketganmi yoki gudakligidan bu fojianing tragediyalik qimmatini tushunib yetolmaganmi? Ey tovur ko'zida bir tomchimi yosh yo'q edi. Ammo so'g'uqdan to'xtamay titraydi. Munira G'opur uni vujudi bilan bosimi isitish uchun bag'riga besib turadi. Shu arada maktab mudiri yig'in ahliga Kanaydan tangliq yozuvchi Abdurahim O'tkirning qizi Gulshan Abdurahimning Namrat o'quvchilarga 2000 yuan i'ona qilganligini uqtirdi. Yavaşlık bilan o'ltirib yig'in tingshayotgan ota-ona va o'quvchilar chavak chelishdi. Arqadan gruppaning boshqa a'zolarimi o'xshash bo'lmagan darajada i'ona qilishdi. Munira G'opur Rozixon ismli heliq qizni yetilab kelib gruppadagi hammaylarga tanishtirdi. Qizning go'yo gunoh o'tkazib qo'ygandek mo'ldirlab qarab turgan holati qalbimizga o'rnab ketdi. Qizchaq chambar shaklida cho'radab qarab turgan notanish kishilarning o'ttirisida to'piq maydondan unib chiqib qolgan shivoqdek un-tunsiz turadi. Tutuq osmondan to'xtamay to'pi yig'ib-atadi. Osmonmi to'pa, yermi to'pi edi. Osmon bilan yerning o'ttirisida qop-qora qismatning ilkida 11 yoshlik Rozixon bu dunyoga qo'yilgan savol belgisidek shumshiyib turadi. Ko'zlar namlashgan edi. Hech kim ortiq gap qilmaydi. Biz shu kuni tushdan keyin Xotan shahriga yetib keldik.
kechda yozuvchi Nurmuhammad To'xti, shoir Ro'za Said va Habibulloh Hojim, Oblikim Hojim qatorliq bir necha doktor og'aynilar bilan Xotan mehmonxonasining ayrim xonasida g'izolang'ash paranglashdik. Yozuvchi Nurmuhammad To'xti bilan shoir Ro'za Said parang oraliqida mendan Urumchidagi yangiliklar haqida so'rab qoldi. Men yangi asrga qadam qo'ygandan buyon uchratgan eng yangi xabar sifatida Shivoldagi Rozixonning hikoyasini so'zlab berdim. So'rimdagilar anglab bakmi azoblandi. Irodasi qattiq ammo ko'ngli yumshoq yozuvchi Nurmuhammad To'xtining ko'zlari liqqida yoshga to'ldi. Xalqchil shoir Ro'za Said buqildab yig'lab ketdi. Yig'iga agishib yo'tilimi tutdi. U uzungacha yo'taldi. Yozuvchi Nurmuhammad To'xti Xinjiang madaniyati jurnalining 2001-yillik 5-sonida e'lon qilingan shoirga kasal tekkan kunlarda nomli adabiy xotirasida Xotan mehmonxonasining ayrim xonasidagi suhbat ahvolini qistirib yozib, o'qirmanlarni bu fojialik hikoyadan eng dastlab xabardor qildi. Biz bir oyga yaqin bo'lgan tekshirish ahvolini hujjatli film qilib ishlab, ishki materiali sifatida avtonom rayon va markazdagi partiya hukumatining munosabatli o'rinlariga yetkazdik. Shivoldagi Rozixonning echinishlik hikoyasi hujjatli filmda to'liq aks ettirildi. Hujjatli filmning xotimasida partiya va hukumatning Xotan, Qashqa va Qizilsuvdan iborat ikki viloyat bir oblastdagi nomrod oilalarning farzandlarining darslik kitobdan haqsiz bahramand bo'lishiga ko'ngil bo'lishini iltimos qildik. Hujjatli film bakmi ta'sirlik, amaliy ham jonliq edi. Ko'rgan har qanday rahbarning hissdoshligini qo'zg'amay qolmaydi. Bizni xushal qilgani shuki, bir yildan keyin, ya'ni 2002-yili 9-oyning 15-kunidagi Xinjiang gazetida 200 ming nomrod o'quvchi darslik kitobdan haqsiz bahramand bo'ladi degan xabar besib tarqatildi. Darslik kitobdan haqsiz bahramand bo'ladigan obyektlar Xotan, Qashqa va Qizilsuvdagi 200 ming nomrod o'quvchi edi. Biz ishlab munosabatli o'rinlarga yo'llagan ishki materialning bu xushallanarli xabar bilan munosabati yo'q degili bo'lmaydi. Bizning guruhning xizmati tirishchanligi bekorga ketmagan edi. Bu xizmatda Abdurazzoq Soyim alohida rol o'ynagan edi. U bu guruhni tashkillamay o'zi mas'ul bo'lgan doiradagi xizmatni yaxshi ishlasami bo'laveradi. Lekin xalqi uchun foydali ishlarni izlanib yurib qilishga odatlangan bu kadr bir qism o'zini o'ylaydigan, izlanib ishlash odati yo'q kadrlarga faqat o'xshamaydi. Bir qism kadrlar ilkidagi xalq bergan huquqni va vatan xalq oldidagi mas'uliyat deb tushunmay, balki imtiyoz deb tushunib, o'zining xalqqa mulozimat qiladigan chakorlik burchini unutib, o'z manfaat qo'yida so'kildab yashashdan boshqani ortiqcha deb qaraydi. Men bundoq mas'uliyatsiz kadrlarga o'sh edim. Ular huquqni mulozimat deb emas, o'zini beytidigan ham boshqalarga maqtanadigan mansab deb tushunadiganlar edi. Bundoq kadrlardan malla emas, partiya, hukumatmi, avam xalqmi bezor edi. Bir kuni atiganda o'yg'ansam, kechachi yoqqan qalin qor hamma yerni oppoq qilib yetibdi. Urumchida qorning o'zi buyruq. Qor yoqqan kuni atiganda cho'qim har bir idora organ o'z tavasidagi yo'l bo'laklarini tozalab qatnashning bexatar bo'lishiga kapolatlik qilishi kerak degan tushuncha omumlashgan bo'g'ashqa, kechikib qolmaslik uchun hopila-shapila ish qilmandim. Bina oldiga chiqsam, boshqa xizmatdoshlar amdilatning gurjaklarni tarang-turang qilib qor tozalashga boshlagan ekan. Men bizning bo'limning xizmatchilariga bo'lib berilgan yo'l bo'lakiga ketayotsam, kichikkina amalidan kerilib yurishga odatlanib ketgan bir kot-kot boshliq meni ko'rib qizg'inlik bilan so'zlab ketdi. Qara yalqin, mushu bizning xalqimiz qachonmi tuzala? Elroqda bir qeri divona kelib duo qilib pul tilab turib elib bak yuzimni to'kdi. Ko'mamsam bu yerda Xanzu yo'ldoshlar bor, Qozoq, Qirg'iz, Mo'ng'ul qarindoshlar bor.
Muşularning oldida bek izot tortib haydab degidek ketkizib etdim degina. Sen obzorchi bo'lgandan keyin xalqimiz orasidagi mushundoq bo'lmug'ir illatlarni tanqidlab yozsang bo'ladi, dedi. Uning so'z qilgan chog'dagi azbaylab ketishlaridan millatning sifat safosiga ko'ngil bo'ladigan mas'uliyatchan ruhini emas, atay o'zini ko'rsatayotgan ma'madonligini his qilg'ili bo'ladi. Men oldirab tursammu xalqimizning obraziga ko'ngil bo'lib qolgan bu atalmish xalqparvar kadrga nashtirimni sanjib qo'yg'im keldi-da. Sen xato tushunib qopsan. Tilamchilik garchi yaxshi ish bo'lmasa-mu, ammo u bir millatning ijtimoiy taraqqiyotining yuksalganligining mahsuli. Tilamchilik taraqqiyotning ibtidoiy bosqichidagi yayloq millatlarda yo'q hodisa. Chunki ularda shahar madaniyati shakllanmagan. Shahri yo'q millatning tilamchisimi bo'lmaydi. Shahar madaniyati shakllangan millatlarda tilamchilar qatlami mavjud bo'ladi. Jamiyat har qancha taraqqiy qilsa-mu tilamchilardan xoli bo'lolmaydi. Eng taraqqiy topgan g'arb davlatlaridami tilamchilik hodisasi tugugini yo'q. Shunga sening tilamchilardan nomus his qilib boshqa millatlarning oldida o'zingni qo'ydiganga yer topolmay qolganliging oshiqcha ish. Sen odatdagi saqlang'ila bo'lmaydigan ijtimoiy illatni yo'qotishga tegishli egri jinoiy harakat deb tushunib olsan. Izot tortishga to'g'ri kelsa, hukumat topshirgan xalq ishinib bergan huquqni to'g'ri ishlatmay, nafsoniyatchilik qiladigan amaldorlardan, huquqni ishlatmay isrof qilib etadigan lang-tasma mansabdorlardan nomus qilish kerak, dedim. Odatda yurish-turishlaridan ko'ranglik, gap so'zlaridan bilarmanlik chiqib turadigan bu ma'madan bayqush gapimni anglab o'ngib ketdi. U orqamdan tilini chaynab g'utuldab qoldi. Men uning qolgan gapini anglamay qor taslig'ili ketdim. O'tashga tegishli mas'uliyatini to'liq ado qilishga ko'ngil bo'lmasdan, yuqori tovanni aldab bo'la bo'lmas ishlab kun chiqdi, kun patdi deb loyg'azallik bilan kunni kash qilib huquq isrofchilik paydo qiladigan bundoq mansabdorlarni ayab o'ltirg'im kelmaydi. Shuni ularning men bilan xushi yo'q edi. Ularning nazarida men hakavur edim. Meningmi ularni haqiqatan mansitgim kelmaydi. Mening nazarimda yaramliq amaldor bilan yaramsiz amaldorni farqlandirmasdan ularga o'xshashli hurmat ko'rsatish yaxshichoq jon baxtilarning tutgan yo'li edi. Men odatda bundoq prinsipsiz yaxshichoqlarni, mas'uliyatsiz mansabdorlarni mansitmaydim. Men o'zimda bir ziyolida bo'lishga tegishli haqqoniyatchil fazilatni yetildirishga tirishib yashaydim. Falsafa tadqiqotchisi Jo Hajun kunda birdan falsafa o'qiyli degan kitobida yozgandek, haqiqiy ziyolilarning o'zlarining ideyasi kishilik turmush qarashi bo'ladi. Boshqalarga agashmaydi, ozdirishning kayniga kirmaydi. Haq-nohaqni aniq ayriydi. Or nomusni biladi, yiroqni ko'radi, hakovurlik qilishdan xoli bo'lolmasa-mu, ish amali durust bo'ladi. Ko'ks qorni kang keladi. Boylik va martabaga qarab ish tutadigan paslardan farqlanadi deb qaraydim. Mening tushunishimcha majburiy ma'arif bosqichidagi o'quvchilarni darslik kitob bilan haqsiz ta'minlash to'g'risidagi yangi siyosatning qaror qilinishida xalqning qiyinchiligini yuqori darajalik o'rinlarga muvofiq yo'l bilan yetkazib kelgan kadrlarning tuhfasi gavdirak edi. Huquqni xalq uchun emas, xotin ballari uchun tutadigan kadrlarning xiyoli bo'lsa, bezmaragan mushukdek shaxsiy manfaatning qo'yida edi. Shunga amaldorlarning odamiylik saposi masalasi hozir markazdan tortib mahallagacha hamma kishi ko'ngil bo'layotgan masala bo'lib qoldi. Doktor Maynur Ahmadning anglatgan xabari men uchun bir xush xabar edi. Majburiy ma'arif bosqichidagi o'quvchilarga darsliklarni haqsiz tarqitish masalasi hal qilingan bugungi kunda 20 yil kitob pulini tayyorlayolmaganlik sababidan aksidan mangulik ayrilib qolgan baxtsiz qiz Rozixon allaqachon 20 yoshdan oshdi bo'lg'ay. Uning taqdiri qismatida bu yillarda yana qandoq o'zgarishlar bo'ldi, bu tarafi menga qorong'u. Ammo uning bolasi maktabda o'qisa, cho'qim darslik kitob setib berish yukidan xoli holda o'qiydi.
bu deganlik hargizmi kunlari g'am g'ussasiz o'tadi deganlik emas albatta. 2010 yili 3 oyda yozildi.